O'shanda sizlar bilan bemalol gaplashaman. Yaxshi bo'ldingizmi? Ancha sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshi, menga yaxshi effektiv o'sha bitta ishkamda bilingan edi. Ko'z tegmasin. Hozir ancha yaxshisiz, a? Yaxshi, tugadida endi shu ular shu bandimanda. Bir oy iste'mol qildingiz. Aytgan mahalim bir kunda 2 mahal ikkitadan, to'g'rimi? Tushunmadim. Bir oy iste'mol qildingiz, bir kunda 2 mahal ikkitadan, to'g'rimi? Hozir ancha yaxshisiz. Juda zo'r. Ko'z tegmasin To'lqin aka, umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi bo'lgan bo'lsangiz xursandmiz. Telegramim bor. Bemorlarga tavsiya qilib bitta chiroyli otsev tashab qo'ying akajon endi sizdan. Xudo xolasa boshqalar ham sizga o'xshab davolanishsin. Ilohim, rahmat, sog' bo'linglar. Chunki mana bilasiz, internetda ko'pchilik aldanyapti To'lqin aka. Ko'pchilik ishonmaydi bemorlarimiz. Men ko'p bog'lanaman. Voy ko'p oldim, aldandim, ta'sir qilmadi. Shuning uchun men sizga ham gaplashganimda garantiyalarni beraman deganman, to'g'rimi? Va albatta mana birinchi bir ikki dona ishkamda sezganman. Juda ham yaxshi, organizmingizga tez ta'sir qilgan. Mana bitta bemorim bor edi, kecha ham yozdilar, ular ham xuddi shunaqa sizga o'xshagan. Birinchi iste'mol qilganda emas, o'sha ikkinchi kundan natijasini sezdilar. Chunki odamning holatiga qarab ta'sir qiladi. Mana masalan, siz o'rtacha holatda edingiz, bergan odam bemorim yara holatlari juda ham ko'p edi, uni yazva holati. O'shaning uchun bitta chiroyli qilib Telegramdan otsev qilib tashab qo'ying To'lqin aka. Xudo xolasa boshqa bemorlarimiz uchun baribir tashab beramiz otsevlaringizni. Xudo xolasa ular ham siz kabi chiroyli natijaga erishib davolanib olishadi. Salomat bo'ling, bemalol bog'lanavering. Shaxsiy raqamim, xohlagan vaqtingizda Telegramim ham shu raqamimda bor. Rahmat. Allohim shifoingizni bergani rost bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat.